Yorilmayapti-yu. Shar ishib turib yorilgan paytda ichidagi katta bosim keskin tashqariga chiqib ketadi va bosimda o'zgarish natijasida havoda mexanik to'lqin paydo bo'ladi. Ana shu to'lqinni bizning quloqimiz tovush sifatida eshitadi. Shu narsa bang'illash. Buni lekin nima uchun odamni qo'rqib ketishi fizika unchalik javob bermaydi. Nimaga shar ishlayotganda oldindan yorilib ketishini bilsak ham, yorilgan paytda qo'rqib ketamiz. Inson miyasi ikki xil tizimda ishlaydi. Birinchisida aql hozir shar yoriladi degan signallarni beradigan bo'lsa, ikkinchisi refleks tizimi. Ya'ni bu himoya mexanizmi bo'lib, shar yorilgan paytda yoki bo'lmasa qattiq ovoz eshitilgan paytda sizni cho'chib ketishga olib keladigan holat. Shundan siz shar qachon yorilishini bilsangiz ham, shar yorilgan paytda seskanib ketasiz. Sababi refleks aqldan tezroq ishlaydi.